O'zbek san'atining taniqli vakili Valijon Shamshiyev muqaddas safarga yo'l oldi. Manzil Masjid Al-Harom va Masjid An-Nabaviy. Yo'l davomida unga kutilmagan sovg'a topshirildi. Nima bu? Nima bu? Bismillah. Vahidini qarang. Ka'ba bo'sh. Mashallah. Ka'bani bo'shdi. Mana. Mashallah. Ka'basiz oldingizga keldi degani. Mashallah. Ketlang dalam ketlang. Bunday bosh nasib qilsin. Ka'banikini sezyapsizmi? Ka'baning muborak libosidan bir bo'lak, tiyabbaposh. Shu on ko'zlaridan yosh oqdi, ko'ngli nimadir jimirlab ketdi. Allohning bayti dedi u ovozi titrab. Ka'ba qarshisida turgan payti xushbo'y hid kelib, qalbini butunlay qamrab oldi. Bu oddiy tuyg'u emas edi, bu chaqiriq edi. U Makka va Madinada turib butun o'zbeklarga salom yo'lladi. Ilohim har bir yurtdoshimni shu joyga chorla. Eslaysizmi? Ustozimiz bilan sevgiligimiz zotlariga iftor paytida kirishga harakat inshaalloh. Alloh nasib etsa sevgiligimiz yo'llarda iftor qilamiz. Ustoz, hayajon qalay? Yaqindagina Erkin Komilov ham shogirdlari bilan shu muborak maskanlarda ziyoratda bo'lgandi. U yerda qori domlalar bilan ajoyib ma'noli suhbatlar qurildi. Endi men seni qarib qolganman. O'shanga yo'qsa o'qiyapman. Siz qariya bo'lsa o'lib ketgan. Solih amallari bilan ko'pchilikni lol qoldirdi. San'at ahli ham qalb pokligi bilan namuna bo'la olishini ko'rsatdi. Agar siz ham Ka'baposh sizga yetib kelishini istasangiz, qalbingiz shu muqaddas hidni his qilishini xohlasangiz, izohda sovg'a deb yozing. Zero niyat qilgan banda bir kun albatta yetadi. Alloh barchamizni o'z baytiga chorlasin. Eksklyuziv. Assalomu alaykum azizlar, bizni ko'rib turganlar. Alloh chaqirsa oson bo'lar ekan. Alloh hammanglarni chaqirsin. Shu Ka'batulloh kelib ziyorat qilish, ihromlar kiyish baxtiga hammanglar muyassar bo'linglar. Umringlar uzoq bo'lsinlar. Labbayk Allohumma labbayk deyish hammanglarga nasib qilsin. Amin, amin. Ilohim, bu dunyoda sabab ko'p. Yaxshilikdan qochishga, yomonlikdan qochinglar, yaxshilikka kelinglar ilohim. Mana shu yaxshilikka kelib farzandlaringiz, nevara, chevaralaringiz hammasini duo qiling, ular ham kelsin ilohim. Piru badavlat bo'linglar ilohim. Yurtlarimiz tinch bo'lsin. Alloh ziyoda qilsin ilohim. Ilohim eng asosiysi odamning qalbidagi shayton bilan urushda ilohim iymoni yengsin. Alloh rozi bo'lsin. Maza qilasizmi hojiga? Maza qilyapman, rahmat sizga. Boringizga shukur. Umringiz bo'lsin. Rahmat. Omonmisiz, salomatmisiz? Asl kuyov. Ya sizni topib keldim-da, sizni bosgan qadamlaringizni bosib kelyapman, xudo xolasa.